Assalomu alaykum, meni yaxshilarim. Qalisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mashinamni bir haftadan beri haydamayman. Mana ahvoli. Motor qizdirib qo'ydim. Uydagilar srochniy chaqirishgan. Hozir ishga tushdi. Birinchi bo'lib Namanganga go. Undan keyin Andijonga borib qaytishim kerak. Menda потому что vaqt juda ham kam. Shuning uchun modda borib kelaman. Kelganimdan keyin rangini o'zgartiramiz. Qaysi rangini o'zgartirishimiz kerak. Bizda 3 ta variant bor. Bundan keyingi storieslarimni kuzatib tursanglar. Zo'r storylar qo'yaman. Pogoda vaqti zo'r. Xudo xolisa